Farzandsizlik masalasi qachondan buyon sizlarni bezovta qilyapti? Uylanganimizga 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri farzand ko'rolmayapmiz. Farzandsizlik masalasi hozirgi kunga kelib yoshlarimiz o'rtasida juda ham jiddiy muammoga aylanib qoldi. Buning sabablari nimada? Turmush qurganidan keyin 3 oy, 6 oy, 1 yil vaqt o'tishi bilan yoshlarimiz o'rtasida muammolar kelib chiqa boshlaydi. Ota-onalarning norozichiligi, nega farzand bo'lmayapti, ayb qidirishga boshlanadi. Aslida bu narsalarning hojati yo'q. Birinchi navbatda qilish kerak bo'lgan narsa shuki, bu yerda ultratovush tekshiruvining juda ham ahamiyati katta. Yoshlarni birinchi navbatda qorin bo'shlig'i umumiy tekshiruvlarni to'liq amalga oshirish kerak. Va buyrak, sidish yo'llari, bachadon, tuxumdonlarning yetarlicha rivojlanganligi, yoshga xosligi va ularda nuqsonli o'zgarishlar yo'qligini ko'rish kerak bo'ladi.